Xitoy Dünya Səhiyyə Təşkilatını Xitoy virusining manbasini bilish uchun Amerikaning Maryland shtatidagi Fort Detrick tajribaxonasini tekshirishga chaqirdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida koronavirusi to'g'risidagi savollarga javob bergan va Amerikaning bu masaladagi maydonini tanqid qilgan. Xitoydagi chet el muxbirlar klubi yaqinda BBC va Los Angeles vaqt gazetining Xitoydagi kelgin ofatini xabar qilgan xizmatchilarning o'lim tahdidiga uchraganligini o'tirib qo'ydi. Xalqaro kechirim tashkiloti Turkiyadan Marokashdan Kasablanka shahriga borganda qo'lga ilingan va Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan Idris Hasan haqida bayonot e'lon qilib, Marokash hukumatini uni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti uning Xitoyga qaytarilsa, ig'ir qiyin qistoqqa uchrash xavfi borligini ta'kidladi. Egilanishicha, kompyuterda tekshirlik loyihalash bilan shug'ullanadigan 34 yoshlik Idris Hasanning 3 farzandi bo'lib, Turkiyada qonunli turish kinishkisi bor ekan. Pakistan bilan Saudiya Arabistonning har qaysi sohalarda, bo'libmi iqtisodda ikki taraflik munosabatni taraqqiy qildirishga qo'shilganligi e'lon qilindi. Pakistan radiosidagi xabarlarga qaraganda, bir kunlik rasmiy ziyoratning bir qismi sifatida bu davlatga kelgan Saudiya Arabiston tashqi ishlar ministri Faysal bin Farg'on Al-Saud poytaxt Islomobodda Pakistan tashqi ishlar ministri Shoh Muhammad Kuresh bilan ko'rishgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Isroiliya armiyasining mayda Hamasni nishon qilgan hujumda ochiq oshkora urush jinoyati qilganligini e'lon qildi. Yevropa xabarlari to'rining xabar qilishicha, dokladda yana Falastin qurolli tashkilotlarining o'ltiroq rayonlarga 4000 dan ortiq boshqarilgan bomba etish orqali urush jinoyati sodir qilganligi ko'rsatilgan. Tokyo Olimpik harakat musobaqasida Xitoydan ig'irlik ko'tarish turida oltin medalga erishgan Hu Jihuining suratlari kirsiz paydo qildi. Xitoyning Sri Lankadagi turishliq bosh elchixonasi Reuters agentligining Xitoy tanarkatchilarini sat ko'rsatishni maqsad qilgan suratlarni qasddan ham baharlaganligini o'tirib qo'ydi va bu bir nomussizlik dedi. Germaniyaning Leverkusen shahridagi bir ximiylik zavodining qattiq tashlandiqlarni ko'ydirish bo'ligida portlash yuz berdi. Leverkusen shaharlik hukumat e'lon qilgan bayonotida 2 kishining portlashda qazo qilganligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda 16 kishining yaralanganligi, ulardan 4 nafarining og'ir ekanligi, 4 kishining yo'qolib ketganligi bildirilgan.